Assalomu alaykum. Toshkent taksi kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi daromadim bilan ulashmoqchiman. Tak. Xo'sh. Bugun danli masofaga buyurtma olgan edim. Qo'limda 178 ming bo'ldi. Tak. Uchtepa tumani algoritm dahasidan buyurtmani qabul qildim. Chorvoga, Qumsonga. Bochkadan 1 kilometr ichkariga olib borib qo'ydim. 178 ming bo'ldi. O'sha 180 ming klient berdi. 180 ming. Bordim va srazi ertan оборотkaga 186 mingga komfort tarifi bo'yicha оборотga Qumsondan 6 kilometr tepaga chiqdim. Qumson sanatoriyadan 1 kilometr tepaga chiqib, u yoqdan оборотga srazi buyurtma qabul qildimda Ko'kchaga olib keldim. 186 ming bo'ldi. Plus 4 ming. Qisqasi 186 ming klientdan olishim kerak edi. Klient bo'lsa menga 200 ming pul berdi. O'shanda tak hisoblaymiz. 176 ming, 180 mingdan plus 200 ming deylik. 380 ming tog'ga borib srazi qaytdim. 2:30da buyurtma qabul qildim va soat 7da Toshkentga yana qaytib kirib keldim uyga. 380 ming ishladim. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Sizlar bu buyurtmani olgan bo'larmidinglar? 380 mingdan zapravka pulim 80 ming rasxod qildim.